doim Anvar Sanayev muxlislar bir dasturda yana ham yaxshi ko'rib qolgan. Chiroq o'chib qolganda biz chiroq o'chib qolganda soatlab kutganmizda, boshqa san'atkor bo'lganda ketib qolardi. Anvar Sanayev oxirigacha kutganlar. Ya'ni kunduzi o'chgan, kechqurun chiroq kelgan. Ana o'shalar ham Anvar Sanayev bor edilar. Muxlislar yana bitta sir ochaman. Bizani o'sha o'zimizni yurtimizda konsert berganlarda har doim qo'shiq aytaman deyishlar bilan chiroq o'chardi, lekin shunaqa fayz olardilar. Doira o'zlarining ovozlari bilan baland ovozda butun zalda o'zlariga jalb qilib olgandi. Anvar akaga shuncha gaplar bor ekan, nima oldilariga bormadinglar, kelishlar kutdinglar. Men gapirishim Sizlardan ortmayapti Anvar aka. Ular qaramang, chiroyli bo'lgan bilan ichi quruq bo'lardi. Men bilan gaplash. eng asosiy jumla qolib ketdi. Aytinglar. Anvar aka bilan kecha tug'ilgan kunlaringiz. Voy, tabriklaymiz. Mana shu ibukli dori. Mana shunaqa hazilkashda bular. Foydaxon o'zi hayotda ko'rmagan.